Abi Dardo radhiyallohu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu Imom Hokim Abu Dovud radhiyallohu anhudan uzun hadis sharifda bir o'rin bor. Mana shu yerda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ya'ni ikkita farishta o'sha yer ahliga nido qilar ekan, insonni jindan boshqa hamma eshitadigan bir kalimani sizlar bizga xabarini aytayaptilar. Ya'ni farishtalar nido qilib, ana biz bugun chopib foydalanayotgan o'sha dov-daraxtlar bor, o't-o'lanlar bor hayvonlarimiz ekan. Hayvonlarning o'zlari ham nima mavjudot bo'lsa, shu mavjudotning ichidagi hamma yer ustida turganlar hammasi bu ikki malakning, ikkita farishtani nido qilganlarini eshitar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam illa saqolayn deb, agar ham ikkita inson va jin toifasi eshitmaydi dedilar. Mana shu siz bilan biz eshitmaydigan, ammo o'sha quyosh chiqadigan kunda aytiladigan so'z qaysi? Farishtalar buni aytishligini aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana o'sha farishtalar aytadilar. Ya ayyuhan nas, halummu ila robbikum fa innama qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. O'sha ikki farishta har kuni bu so'zni aytar ekan. Iymon e'tiqodi butun bo'lgan va oxiratga qarab ketayotgan, Allohning payg'ambarini suyadigan va Alloh va rasulini yaxshi ko'rib, ana rasulga Alloh tomonidan yuborilgan hidoyatni mahkam ishlaydigan, Rasul sallallohu alayhi vasallam tomonidan bizga meros bo'lib qolgan ilmni o'zlashtirib, uni haqiqatiga, amaliga yetishaman degan inson mana bu so'zni har kuni bo'lishligini bilish kerak va bu hadis shariflardan ana o'sha narsani boshqalar eshityapti, u eshitmagani bilan men ham hadislar orqali eshityapman deb yashashligi kerak bo'ladi. U ikki farishta nima deydi? Ey odamlar, Robbilaringlarga qaytinglar. Robbillar tomonga qarab yuringlar. Albatta oz bo'lgan narsa va kifoya bo'lgan narsa yaxshiroqdir ko'p bo'lib o'ziga tortgan narsadan ko'ra. Oz bo'lib kifoyalanishlikka yetadigan narsa ko'p bo'lib, ana adashtirib tashlaydigan, ko'p bo'lib, ana insonlarni mashg'ul qilib qo'yadigan narsadan yaxshi deb o'sha ikki farishta aytadi dedilar Rasululloh. Biz mana shu so'zlarni eshitayotganimiz yo'q. Shu eshitmayotganimiz uchun ham oz bo'lib kifoya qiladiganiga bugun rozi bo'lmay qoldik. Ko'p bo'lsa, ko'p bo'lsa, umr ham ko'p bo'lsa deymiz. Vaholanki Rasululloh sallamdan yomon odam so'ralinganda umri uzoq bo'lib, amali yomon bo'lgan deb aytdilar. Odamlarning yomoni qaysi deb so'rayapti Rasululloh sallamdan bir kishi. Umri uzoq bo'lib turib, umri ko'p bo'lib turib, amali yomon bo'lgani dedi. Nima keragi bor umrda 100 yil, 200 yil yashab, lekin u umrning ichida sigaret chekib, soqol oqargan, nos chekib yursa, unaqa umrni boridan yo'g'i yaxshi. Yettimandan kechgacha o'tgan ketganni g'iybat qilib, karta o'ynab, cho'chkani yog'iga qo'lini botirgandan ko'ra ertaroq o'lib ketgani yaxshi o'sha odamning. Umri g'azon bo'lyapti. Ertaga qancha ko'p yashasa shuncha og'irligi tushyapti o'sha odam boshiga. Payg'ambar alayhisalom umri uzoq bo'lib, amali yomon bo'lgan odamni eng odamlar yomon dedilar. Demak, umrda ham oz bo'lgani yaxshi bo'ladi, qachon kifoyalanadigan darajaga yetsa. Rizq ham xuddi shunaqa. Kiyim-kechak ham xuddi shunaqa. Yemoq-ichmoq ham xuddi shunaqa. Va boshqa insonga yetib kelayotgan narsalarni oz bo'lsa ham kifoya bo'lgani, ko'p bo'lib mashg'ul qilgandan yaxshi deb aytadi dedilar Rasululloh ikki farishta. Ana biz inson va jin toifalari eshitmaganimiz bilan mu'min musulmonlar payg'ambarga quloq soladigan odamlar ular. Jinlarni ham kofiri bor, mu'mini bor. Ana insonlarni ham mu'mini bor, kofiri bor. Ammo mu'minlarning qulog'i qayerda? Musulmonlarning qulog'i qayerda? Har xil nag'malarni eshitishga, har xil mishmishlarni eshitishga, yo'q narsalarni to'qishga, ya uddobron bo'lib ketgan, o'zini musulmon sanayotganlar nimaga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini eshitmaydi? Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ziga e'tibor bersak, u kishi bizga ko'rinmas va bizga eshitilmas bo'lgan so'z haqiqatini aytib beryaptilar. Ya'ni ikkita